Ataplini o'rnatib o'tganingizda pulingizni ko'kka sovurmaslik uchun shu 3 ta xatoni qilmang. 3-xato inson hayoti uchun juda ham xavfli. Birinchi xato triходовой klapan o'rnatmasdan ketish. Triходовой klapan teplый polni 40 gradusda, radiatori bo'lsa 50 gradusda ishlashiga yordam beradi. Agar hammasini bittada ulab ketiladigan bo'lsa, katta kuch teplый polga ketib qolganini hisobidan radiatorga kuch yetmay qolib, tez buzilib qolishi mumkin. Ikkinchi xato teplый pol slankasini hech qachon stashgan yoki bo'lmasa falgan ustiga yotkizmang. Buni hisobida siz 50% gacha ko'proq gaz rasxod qilishingiz mumkin. Sababi falga o'zida issiqlikni ushlab qolmaydi. Issiqlikni ushlab qolish uchun maxsus penaplex bor, uni ustiga gidrobaryer yotkazadigan bo'lsangiz, bu sizga 50% gacha kamroq gaz rasxod qilishingizga olib keladi. Sababi gidrobaryer o'zida issiqlikni yaxshi ushlab qoladi. Uchinchi xato spalniga yoki bo'lmasa yosh katta insonlarning xonasiga teplый pol qilish. Sababi issiqlik oyog'i tegidan urganning hisobiga qon bosimi ko'tarilib, salbiy holatlarga olib kelishi mumkin. Shu va shunga o'xshash sifatli kontentlarni o'tkazib yormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Santexnikaga oid mahsulotlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Elitstroydan topsangiz bo'ladi.